Hammaga salom, sizlar bilan Closer. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan birgalikda Android telefonlarini optimizatsiya qilish va PUBG Mobile'da qotmaydigan qilishni o'rgataman. Video boshlanishidan oldin videoga bir donagina like bosib, kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Biz boshladik. Birinchi bo'lib nastroykaning sozlamalarga kirib olamiz. Va tizim ilovalari yangilanishiga kirib, sozlamalarga kirib, avtomatik yangilashni yangilamasdan qilib qo'yamiz. Mana shu yangilanmasin va buni ham o'chirib qo'yamiz. Yonib turgan bo'ladi. Va pastroqqa tushib, bog'lanish va jo'natishga kirib, misherga kirib, shu ikkalasida yonib turadi va buni o'chirib qo'yasizlar. Translyatsiyaga kirib, buni ham o'chirib qo'yamiz. Chiqib, shaxsiy DNSga kirib, buni ham o'chirib qo'yamiz. Va sal pastroqqa tushib, parol va xavfsizlikka kirib, avtorizatsiya va ruxsatlarni bekor qilishga kirib, mana shularni o'chirib qo'yamiz. Mana shu ilovalarni o'chirib qo'yamiz. Bu telefonga ortiqcha yuk beradi. Va bu yerdan chiqib, telefon haqidagi kirib, MIUI versiyani ustiga 3-4 marta bosamiz. Va bu yerdan pastroqqa tushib, qo'shimcha qurilmalarga kirib, mintaqa, ya'ni regionni Hindiston qilib qo'yamiz. Hindiston Xiaomi kompaniyasiga Redmi sekin ishlashidan shikoyat qilgan va Xiaomi kompaniyasi Hindiston regionini tezlashtirgan, ya'ni optimizatsiya qilgan. Va bu yerdan chiqib, xotirani kengaytirishga kirib, buni ham yoqib qo'yamiz. Va dasturchi tanlamalarga kirib, pastroqqa tushib, grafik bufer jurnalini 8 MB qilib qo'yamiz va jurnal darajasini varin qilib qo'yamiz. Va grafik driver parametrlariga kirib, bu yerdan PUBG Mobile'ni izlaymiz. PUBG Mobile topganimizdan keyin asosiy turgan bo'lsa, tizim grafik driverga o'tkazib qo'yamiz. Va bu yerdan chiqib ketib, tizim yangilashini kuzatish. Bu yerda sizlarda hamma narsa mana bu ham hamma narsa yonib turgan bo'ladi. Va hammasini o'chirib qo'yasizlar va shu 10 ta narsani belgilab qo'yasizlar. Va bufer hajmini eng kattasiga qo'yib qo'yasizlar va bu yerdan pastroqqa tushib, model rejimida qurilmani tezlashtirishni yoqib qo'yasizlar. Va pastroqqa tushib, animatsiyani 0.5 yoki animatsiyasizga o'tkazib qo'yasizlar. Va bu yerdan pastroqqa tushib, 2x MSEE ni yoqib qo'yamiz. Bu yerdan media kodlashni bosib, kechni kodlashni o'chirib qo'yamiz, yoqib qo'yamiz. Va bu yerdan barcha birlamchi qiymatlarga tiklash bosib, MIUI optimallashtirishni o'chirib qo'yamiz. Va bu yerdan chiqib ketib, ilovalarga kirib, tizim ilovalar boshqaruviga kirib, va auto start bo'lsa, sizlarda qaysi ilova yonib turgan bo'lsa, o'shani o'chirib qo'yasizlar. Va bu yerdan chiqib ketib, PUBG Mobile'ni qidiramiz. Va bu yer ustiga bosib, batareyka degan joyga kirib, ya'ni cheksizni bosib qo'yamiz. Va bu yerdan chiqib ketib, barcha ilovalarni batareykaga kirib, shu eng oxirgisiga qo'yib qo'yasizlar, barcha ilovalarga. PUBG Mobile'dan tashqari barcha ilovalarga. Va bu yerdan chiqib ketib, Play Marketga kiramiz. Akkauntingizni ustiga bosib, sozlamalar degan joyga o'tamiz. Va network degan joyga bosib, bu yerdan birinchisini tanlab, eng oxirgisiga qo'yib qo'yamiz. Bu yerdan ham eng oxirgisiga qo'yib qo'yamiz. Va bu yerdan ham eng oxirgisiga qo'yib qo'yamiz. Va bu yerdan chiqib ketib, xavfsizlikka kirib, cleaner, ya'ni tozalashga bosib, tozalab olamiz. Xotirani tozalab olamiz. Va bu yerga kirib, bu yerdan ham tozalab olamiz. Va bu yerdan chiqib ketamizda, PUBG Mobile ustiga bosib, ilova haqidagi bosib, xotira va keshga bosib, keshni tozalash qilib olamiz. Va bugungi optimizatsiyamiz tugadi. Bugungi videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bir donagina like bosib, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Hammaga rahmat va hammaga xayr. Ko'rishguncha.